Yaxshimisilar do'stlar? Men do'stonlar Akram. Biz bugun After Effects o'rganamiz. Ya'ni videoda beshimizni qanday shaklda yo'g'intishni o'rganamiz. Unda bo'lsa, darsimiz boshlansin. After Effects'ni ochgandan keyin o'zimiz ishlamoqchi bo'lgan videoni aklab olamiz. Videoni qo'shib ketgandan keyin ust tarafdagi Roto Brush Tool deganni bosamiz. Biz bu qurolimiz orqali biz ishlamoqchi bo'lgan bo'lgini sizib chiqib olamiz, ya'ni kesib olamiz. Beshi yo'q odamni xapan qildidek-cha. Ortiqcha kesib ketgan yerlarni knopka taxtasidan alt knopkasini bosish orqali o'chirib o'tamiz. Bu qadimgi darsimizni Allohdan qo'lga urullah deb essam bo'lmaydi. Oynaysan sho'xlam, avrishim bo'ylaring, kelastur lavlaring, mastona qildi meni, yaroqqa tashlam, qaraysan o'ynatib, ko'zlarni lab-lab, ritmga agishib, oynaysan sho'xlam, avrishim bo'ylaring, kelastur lavlaring, mastona qildi meni, yaroqqa tashlam, lab-lab. Ishlanmoqchi bo'lgan yana sizib bo'lgandan keyin ost tarafdagi qismni butun holatga kelib olamiz va uning ostidagi phrase deganni bosamiz. Ochilgan ko'znak 100% holatda tamomlanguncha saqlaymiz, chunki bizniki videoda kesilgan bo'lga boshdan oxiri kesiladi. Seyir var özümde, lap-lap, şu şirin sözümde, bir kara buldum ben, yar seni oyla. Ko'rayotganlaridek biz ishlatmoqchi bo'lgan qism butun videoda kesildi. Hamda biz videoni chekayotgandan keyin knopka taxtasidan Ctrl D ni bosish orqali ko'paytirib olamiz. Ustidagi videoni tanlab o'tgandan keyin ust qismda ko'rsatilgan belgini bosamiz. Buning bilan birga videodagi bosh qismi ayrilib chiqdi. Ostidagi videoni tanlab ust qismdan biz bergan effekt, ya'ni unumni o'chirib o'tamiz. Ustidagi videoni tanlab o'tgandan keyin ust qismdagi mashg'ulotga o'xshash tangshib olamiz. Vücudumda ben bolay uçkun, toz almaz bu sevgimni, ger boran çapun, olmaz men yarzınha, söygüde kaçkun, çacınga bağlayıp, bolay men Ali Babaning jinchirqida qarab, o'ttamay qilvatmamsizlar. uçkun, toz almaz bu sevgimni, ger boran çapun, olmaz men yarzınha, söygüde kaçkun, lap lap, qaraysan gözümde. Videoni tanlab o'tgandan keyin transform, ya'ni o'zgartish qismini ochib olamiz. Bu yerdan berilganga o'xshash mashg'ulot qilamiz. Yar seni oylap, lap lap, qaraysan gözümde, lap lap, seyir var özümde, lap lap, şu şirin sözümde, bir kara buldum ben, yar seni oylap. Dehşet veşi pitchet mezmulla www.ms.ma kanalda. Lap lap, qaraysan gözümde, lap lap, seyir var özümde, lap lap, şu şirin sözümde, bir kara buldum ben, yar seni oyla, lap lap, qaraysan gözümde, lap lap, seyir var özümde, lap. Ko'rayotganlaridek bugungi darsimiz mana yerda oxirlashdi. Agar darsimizni yoqtirgan bo'lsanglar, kanalimizga a'zo bo'lishni va ham bahallashni unutmanglar. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.